Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, aziz kanalimiz obunachilari. Bugun biz hammamiz uchun, ayniqsa pensiyaga chiqqan insonlar va ularning yaqinlari uchun juda ham muhim, hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan bir mavzuni muhokama qilamiz. 1 maydan boshlab O'zbekistonda pensiyalarni banklar orqali berish tartibida sezilarli o'zgarishlar yuz berdi. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya olish tartibi endi qanday ishlashidan xabardor bo'lmasangiz, ayniqsa naqd pul olishga odatlangan bo'lsangiz, bu video siz uchun juda katta ahamiyatga ega. Agar bu ma'lumotni hozirda bilmasangiz, jiddiy qiyinchiliklarga duch kelishingiz mumkin. Shuning uchun videoni diqqat bilan oxirigacha tomosha qiling. Hech bir daqiqasini o'tkazib yubormang. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang, chunki bu ma'lumot ko'proq insonga yetib borishi juda muhim. Muammoning mohiyati avval qanday edi va endi nima o'zgardi? Keling, avvalo pensiya olish tizimi qanday ishlaganini eslab olsak. Uzoq yillar davomida ko'pchilik pensionerlar o'z pensiyalarini turli yo'llar bilan olishga odatlangan edilar. Asosiy usullardan biri bu pochta bo'limlari orqali naqd pul shaklida olish edi. Pensiya xodimi har oy ma'lum bir sanada pochta bo'limiga borib, navbat kutib, o'zining shaxsiy guvohnomasini ko'rsatib, naqd pulda pensiyasini olardi. Bu tartib ayniqsa qishloq joylarda, bank filiallari kam bo'lgan hududlarda yashovchi keksa yoshlilar uchun an'anaviy va qulay hisoblanardi, chunki ularga yaqin joydan pul olish imkoniyati mavjud edi. Ba'zilar uchun hatto uyga olib kelib berish xizmati ham bor edi. Boshqa bir qism pensionerlar esa o'z pensiyalarini bank kassalaridan naqd pulda olardi. Ular ham har oy bankka borib, navbatda turib, shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni ko'rsatib, pensiyalarini qo'lma-qo'l olardi. Albatta, shaharlarda yashovchi, bankka borib kelishga imkoni borlar uchun bu qulay usul edi. So'nggi yillarda raqamli texnologiyalar rivojlanishi bilan pensiya kartalari orqali olish usuli ham keng tarqala boshladi. Bunda pensiya summasi to'g'ridan-to'g'ri pensionerning bank kartasiga o'tkazilib, u xohlagan vaqtda bankomatdan yoki savdo nuqtalarida postterminallar orqali naqdlashtirib olishi yoki to'lovlarni amalga oshirishi mumkin edi. Bu usul yoshroq va zamonaviy texnologiyalardan bemalol foydalana oladigan pensionerlar orasida mashhur bo'ldi. Endi esa eng asosiy o'zgarishga kelsak. 2024 yil 1 maydan boshlab O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qaroriga asosan pensiyalarni naqd pulda to'lash tartibi sezilarli darajada o'zgartirildi va endi pensiyalar asosan to'g'ridan-to'g'ri fuqarolarning bank kartalariga o'tkaziladi. Bu degani endi siz har oy pochta bo'limiga borib yoki bank kassasida navbat kutib pensiyangizni naqd pulda olish imkoniyatiga ega bo'lmasligingiz mumkin. Asosiy mexanizm bu bank kartalari orqali hisobga pul tushirishdir. Ya'ni avval naqd pulda olib yurganingiz pensiya endi bank kartangizda elektron pul shaklida bo'ladi. Bu o'zgarish nafaqat qulayliklarni, balki ba'zi muammolarni ham olib kelishi mumkin. Ayniqsa bu tizimga moslashmagan insonlar uchun. Hukumatning bu qarori bank tizimining shaffofligini oshirish, naqd pulsiz hisob-kitoblarni rivojlantirish, pensiya to'lovlari jarayonini soddalashtirish va korrupsion holatlarni kamaytirish kabi bir qator maqsadlarga qaratilgan. Lekin har qanday yangilik kabi uning ham o'ziga xos talablari va xususiyatlari bor. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak, kimga esa buning keragi yo'q? Keling, bu o'zgarish sizga shaxsan qanday ta'sir qilishini batafsil ko'rib chiqaylik. Kim uchun bu yangilik oddiygina davom etadigan jarayon bo'lsa, kimlar uchun esa jiddiy o'zgarishlar va harakatlarni talab qiladi. Avvalo, kimga xavotir olishning keragi yo'q? Agar siz allaqachon pensiyangizni bank kartasiga qabul qilsangiz va har oy pulingiz karta hisobingizga tushishiga odatlangan bo'lsangiz, siz uchun hech narsa o'zgarmaydi. Siz pensiyangizni avvalgidek kartangizda qabul qilaverasiz va uni istaganingizcha bankomatlar orqali naqdlashtirib olishingiz yoki do'konlarda to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Siz bu tizimga allaqachon moslashgan ekansiz, sizga qo'shimcha harakatlar qilish talab etilmaydi. Masalan, 65 yoshli Murod aka Toshkent shahrida yashaydi. U so'nggi 5 yildan buyon pensiyasini Xalq bankining Uschart kartasiga oladi. U uyga yaqin joylashgan do'konlarda karta orqali to'lovlarni amalga oshiradi. Ba'zida bankomatdan kichik miqdorda naqd pul oladi. Murod aka uchun 1 maydan keyin hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Pensiyasi avvalgidek o'z vaqtida kartasiga tushmoqda. Demak, siz ham shunday holatda bo'lsangiz, xotirjam bo'lishingiz mumkin.
Endi esa kimlar xavotir olishi va zudlik bilan chora ko'rishi kerakligini ko'rib chiqamiz. Bu o'zgarish eng ko'p quyidagi toifadagi insonlarga ta'sir qiladi. 1. Hali ham pensiyani naqd pulda, pochta bo'limlari orqali yoki bank kassalaridan oladiganlar. 2. Bank kartasi bo'lmaganlar yoki kartadan foydalanishni bilmaydiganlar. 3. Qishloq joylarda yashovchi, bank filiallari yoki bankomatlar uzoq bo'lgan insonlar. 4. Jismoniy imkoniyati cheklangan, yotgan holda yashovchi yoki yoshi juda ulgaygan va mustaqil ravishda bankka bora olmaydigan pensionerlar. Keling, bir nechta hayotiy misollar bilan bu holatlarni aniqlashtiramiz. Birinchi misol, qishloqda yashovchi bobo va buvi. Oysha buvi 80 yoshda, u Farg'ona viloyatining chekka bir qishlog'ida yashaydi. Uning pensiyasi har oyda 1.200.000 so'm. Oysha buvi butun umri davomida pensiyasini har oy qishloqdagi pochta bo'limidan naqd pulda olgan. Uning hech qanday bank kartasi yo'q va kartadan foydalanishni bilmaydi. Qishloqda bankomat ham yo'q. Eng yaqin bank filiali esa 15 kilometr uzoqlikda. Unga avtobusda borish kerak. U yerga ham faqat kuniga 2 marta avtobus qatnaydi. Oysha buvi na bankka bora oladi, na kartadan foydalana oladi. Uning yagona daromad manbai shu pensiya. Bir maydan keyin uning pensiyasi kartaga tushishi kerak edi, ammo kartasi yo'qligi sababli u pensiyasini ola olmadi. Bu degani u jiddiy muammoga duch keldi, chunki oziq-ovqat va dori-darmon sotib olish uchun puli yo'q. Bu vaziyatda Oysha buvi va uning oila a'zolari zudlik bilan harakat qilishlari shart. Ikkinchi misol, shaharda yashovchi, lekin naqd pulga o'rgangan pensioner. Toshkentda yashovchi 72 yoshli Valijon amaki har oy Agrobank filialining kassasidan 1.800.000 so'mlik pensiyasini naqd pulda olardi. Uning bank kartasi bor, lekin undan foydalanishni xush ko'rmaydi, chunki u doimo pulni qo'lga olib ushlab turish tarafdori. U kartadagi pullarni qanday boshqarishni unchalik tushunmaydi va do'konlarda ham naqd pulda to'lashga odatlangan. U naqd pulni afzal ko'radi, chunki undan foydalanish osonroq va uning fikricha kartadagi pul tezroq tugab qolishi mumkin. Bir maydan so'ng uning pensiyasi avtomatik ravishda kartasiga o'tkazildi. U esa bankka borib naqd pul olmoqchi bo'lganida, kassir unga pensiya faqat kartaga tushganini va bankomatdan naqdlashtirib olishi kerakligini tushuntirdi. Valijon amaki bankomatdan foydalanishni yaxshi bilmaydi. PIN kodini ham tez-tez esdan chiqaradi. Uning uchun bu katta stress. Bu holatda Valijon amaki kartadan foydalanishni o'rganishi yoki yaqinlardan yordam so'rash kerak. Uchinchi misol, boshqaning pensiyasini oluvchilar. Dilfuza opaning onasi 85 yoshda, to'shakka mixlangan. Onasining pensiyasi 1.350.000 so'm bo'lib, Dilfuza opa har oy ishonchnoma asosida pochta orqali naqd pulda olardi. Endi onasining pensiyasi ham bank kartasiga o'tkazilishi kerak. Ammo onasining shaxsiy kartasi yo'q, uning nomiga ochilgan hisob raqami ham yo'q. Dilfuza opa endi qanday yo'l tutish kerak? Bu vaziyatda ishonchnoma va bank kartasi olish masalasi murakkablashishi mumkin. Bu yerda ham darhol bankka murojaat qilib, pensiya oluvchining huquqlarini va imkoniyatlarini aniqlashtirish talab etiladi. 4-chi misol, bank to'lovlari va xarajatlar. Pensiyasi 1.600.000 so'm bo'lgan Jamol aka doimo naqd pulda pensiya olgan. Uning hisob-kitobicha karta olish, unga xabarnoma ulash, ehtimol har oylik bank xizmati uchun pul to'lash kerak bo'ladi. U buni qo'shimcha xarajat deb hisoblaydi. Agar bank kartasidan pul yechib olishda ham komissiya olinsa, uning pensiyasidan ma'lum miqdor kamayishi mumkinligidan xavotirda. Bu kabi xavotirlar ham haqiqatga yaqin bo'lishi mumkin. Ba'zi banklar kartani chiqarish, unga xizmat ko'rsatish yoki xabarnoma uchun haq olishi mumkin. Bu holatlarda pensioner banklarni diqqat bilan solishtirib, o'ziga eng qulay va kam xarajatli variantni tanlashi zarur. Yuqoridagi misollar shuni ko'rsatadiki, bu o'zgarish har bir pensionerga shaxsiy yondashuvni talab qiladi. Eng muhimi, bu yangi tartibdan bexabar qolmaslik va vaqtida tegishli choralar ko'rish. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, kutilmagan qiyinchiliklar va noaniq jihatlar. Har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi, pensiyalarni to'lashdagi yangi tartibda ham istisnolar, kutilmagan qiyinchiliklar va unchalik aniq bo'lmagan jihatlar mavjud bo'lishi mumkin.
Ularni bilish sizga vaziyatga to'g'ri baho berishga va kerakli qarorlarni qabul qilishga yordam beradi. Qoidalardagi istisnolar. 1. Jismoniy imkoniyati cheklangan va to'shakka mixlanganlar. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorida aynan shu toifadagi fuqarolar haqida alohida bandlar nazarda tutilgan. Agar pensioner sog'ligi sababli bankka bora olmasa yoki bankomatdan foydalana olmasa, uning pensiyasi ma'lum shartlar asosida uyga yetkazib berilishi mumkin. Bu haqda hududiy pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilish kerak. Ular har bir holatni alohida ko'rib chiqadilar. Odatda bunday holatda pensionerning yaqin qarindoshi uning nomidan pensiyani olish uchun ishonchnoma rasmiylashtirishi mumkin yoki ijtimoiy xodimlar yordamida pensiya uyga yetkaziladi. Ba'zi banklar ham maxsus mobil kassalar orqali bu xizmatni ko'rsatishi mumkin, ammo bu bankning imkoniyatlariga bog'liq. Masalan, 90 yoshli Gulnora buvi ko'zi yaxshi ko'rmaydi va qo'li qaltiraydi, uydan chiqa olmaydi. Uning pensiyasi har oyda uyi yaqinidagi pochta bo'limiga kelardi. Endi uning pensiyasini uyga olib kelib berish masalasi ko'rib chiqilishi kerak. Bu uchun uning qizi mahalladagi ijtimoiy xodimga murojaat qilib, Gulnora buvining ahvoli haqida ma'lumot berishi lozim. Ijtimoiy xodimlar tegishli hujjatlarni rasmiylashtirib, pensiya jamg'armasi bilan birga uyga pensiya yetkazish mexanizmini yo'lga qo'yishadi. 2. Chekka va qiyin hududlarda yashovchilar. Agar siz yashayotgan hududda bank filiallari yoki bankomatlar umuman mavjud bo'lmasa yoki juda uzoq masofada joylashgan bo'lsa, bu holatda ham maxsus yondashuv qo'llanilishi mumkin. Hukumat bu kabi hududlar uchun qo'shimcha imkoniyatlarni ko'rib chiqishi ehtimoli bor. Masalan, ko'chma bank xizmatlari yoki alohida to'lov punktlari tashkil etilishi mumkin. Ammo bu hozircha har bir hududda amalga oshirilmagan bo'lishi mumkin. Shu bois sizning hududingizda qanday yechimlar taklif etilayotganini aniqlashtirish uchun pensiya jamg'armasiga yoki mahalla qo'mitasiga murojaat qilish muhimdir. Kutilmagan qiyinchiliklar va xavflar. 1. Firibgarlik. Har qanday yangilik ortidan firibgarlar ham paydo bo'lishga harakat qiladi. Ular o'zlarini bank xodimi yoki ijtimoiy himoya xodimi deb tanishtirib, sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni, karta raqami, PIN kod, SIM kod bilib olishga urinishi mumkin. Sizga yangi karta olib kelib berishni taklif qilishlari yoki yangi tizimga o'tkazish bahonasida ma'lumotlaringizni so'rashi mumkin. Eslab qoling, hech qachon hech kimga o'z kartangizning PIN kodini, orqa tomondagi TV kodini yoki telefoningizga kelgan bir martalik SIM kodlarni aytmang. Bank xodimlari sizdan bu ma'lumotlarni hech qachon so'ramaydi. Shubhali qo'ng'iroqlarga javob bermang, xatlarga ishonmang. Barcha masalalarni faqat bankning rasmiy filiallarida yoki pensiya jamg'armasi bo'limlarida hal qiling. Masalan, 75 yoshli Gulchehra buviga noma'lum raqamdan qo'ng'iroq qilib, pensiyangizni yangi kartaga o'tkazish uchun kartangiz raqamini va telefoningizga kelgan kodni ayting deb so'rashgan. Gulchehra buvi shubhalanib, darhol bankka qo'ng'iroq qilib, bu haqda so'raganida unga bu firibgarlik ekanligi tushuntirilgan. 2. Texnik muammolar, bankomatlar ishlamay qolishi, kartani qabul qilmasligi, tarmoqda uzilishlar, mobil ilovalardagi nosozliklar kabi texnik muammolar ham yuzaga kelishi mumkin. Ayniqsa, oyning ma'lum kunlarida pensiya tarqatiladigan vaqtda bankomatlar oldida navbatlar hosil bo'lishi yoki naqd pul tugab qolishi ehtimoli bor. Bu holatda siz biroz sabrli bo'lishingiz yoki boshqa bankomatdan foydalanishingiz kerak bo'ladi. 3. Bank tanlashdagi qiyinchiliklar va qo'shimcha xarajatlar. Pensiyani qaysi bankdan olishni tanlash ham muhim ahamiyatga ega. Ba'zi banklar pensiya kartalari uchun yiliga xizmat haqqi olishi mumkin. Ba'zilari esa SIM xabarnoma uchun pul undirishi mumkin. Shuningdek, naqd pul yechib olishda ham komissiya miqdori bankdan bankka farq qilishi mumkin. Masalan, Mirzo amakining pensiyasi 2 million so'm bo'lib, u uni har oy yechib oladi. Agar u tanlagan bank har bir naqdlashtirish uchun bir komissiya olsa, u har oy 20 ming so'm yo'qotadi. Bu bir yilga 240 ming so'm degani. Shuning uchun bankni tanlashda uning shartlarini diqqat bilan o'rganish lozim. Pensiya karti uchun xizmat ko'rsatish tekin bo'lgan yoki eng kam komissiya oladigan bankni tanlash maqsadga muvofiqdir. Noaniq jihatlar va nuanslar. 1. Bankni o'zgartirish tartibi. Agar siz avval bir bankdan pensiya olgan bo'lsangiz, lekin hozir boshqa bankdan karta ochishni xohlasangiz, bu jarayon qanday kechadi?
Odatda siz yangi bankda karta ochib, so'ngra pensiya jamg'armasiga eski bankdan yangi bankka o'tish haqida ariza yozishingiz kerak bo'ladi. Bu jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun uni oldindan amalga oshirish muhim. Bank xodimlari bilan muloqot. Ba'zi keksa yoshli insonlar bank xodimlari bilan muloqot qilishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Ba'zan bank xodimlari barcha savollarga to'liq javob bermasligi yoki to'liq tushuntirib bera olmasligi mumkin. Bunday holatlarda yaqinlaringizdan yordam so'rashdan tortinmang yoki bir necha marta murojaat qilib, barcha savollaringizga to'liq javob olishga harakat qiling. Qarzlar va majburiyatlar. Agar sizning bankda qarz yoki boshqa majburiyatlaringiz bo'lsa, pensiya kartangizga tushgan puldan avtomatik ravishda ushlab qolinishi mumkin. Bu ham noxush holatga olib kelmasligi uchun oz qarz majburiyatlaringizni bilishingiz va ularni nazorat qilishingiz zarur. Bank hisobida ushlab qolingan summa qonun doirasida bo'lishi kerak. Bu kabi jihatlarni bilish sizga yangi tizimga tezroq moslashishga va kutilmagan muammolardan qochishga yordam beradi. Eng muhimi, befarq bo'lmaslik va o'z huquqlaringiz hamda imkoniyatlaringizni bilish. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerak? Xo'sh, endi bilasizki, pensiya to'lash tartibi o'zgargan va bu sizga yoki yaqinlaringizga ta'sir qilishi mumkin. Xo'sh, nima qilish kerak? Keling, aniq va tushunarli qadamlarni ko'rib chiqamiz. Bir qadam, vaziyatni baholang va qaror qabul qiling. Avvalo, o'zingizning hozirgi holatingizni tahlil qiling. Siz pensiyangizni qanday olardingiz? Naqd pulni pochta orqali, bank kassasidan yoki kartaga. Sizda bank kartasi bormi? Agar bo'lsa, u aktivmi va siz undan foydalanishni bilasizmi? Sizning yoshingiz va jismoniy holatingiz bankka borib kelish yoki bankomatdan foydalanishga imkon beradimi? Yaqinlaringiz orasida sizga yordam bera oladigan kimdir bormi? Bu savollarga javob berib, keyingi harakatlaringizni aniqlab olasiz. Ikkinchi qadam, agar sizda bank kartasi bo'lmasa yoki undan foydalanishni bilmasangiz, bankka murojaat qiling. Bu eng muhim qadam. Pensiyangizni olish uchun sizga bank kartasi kerak bo'ladi. Qayerga borish kerak? O'zingizga qulay bo'lgan istalgan bank filialiga murojaat qiling. Bu sizning uyingizga eng yaqin joylashgan bank bo'lishi mumkin yoki oila a'zolaringiz allaqachon foydalanadigan bank bo'lishi mumkin. Hozirda ko'plab banklar pensiya kartalarini chiqaradi. Xalq banki, Agrobank, Mikrokredit bank, Hamkorbank va boshqalar. Bank tanlashda uning filiallari va bankomatlarining sizga yaqinligiga, shuningdek, xizmat ko'rsatish shartlariga, karta ochish tekinligi, yillik xizmat haqi, SIMS xabarnoma narxi, naqd pul yechib olish komissiyasi e'tibor bering. Qanday hujjatlar kerak? Pasportingiz yoki shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjat va pensiya guvohnomangiz. Ba'zida pensiya jamg'armasidan ma'lumotnoma ham so'ralishi mumkin, ammo ko'pincha bu ikki hujjat yetarli. Nima deyish kerak? Bank xodimiga men pensiyani kartaga olish uchun bank kartasi ochmoqchiman deb ayting. Sizga pensiya kartasi yoki nafaqa kartasi deb nomlanadigan maxsus kartani taklif qilishadi. Jarayon: bank xodimi sizning arizangizni qabul qiladi, shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshiradi va sizga bank kartasini rasmiylashtirishda yordam beradi. Kartani olganingizdan so'ng bank xodimiga uni faollashtirishni va PIN kodni o'rnatishni so'rang. Eng muhimi, bank xodimiga kartadan qanday foydalanishni, bankomatdan pul yechib olishni, balansni tekshirishni ko'rsatib berishni so'rang. Bu haqda uyalmang, har bir jihatini tushuntirib berishlarini talab qiling. 3 qadam, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling, agar talab etilsa. Bank kartangizni olganingizdan so'ng, pensiya mablag'lari sizning yangi kartangizga o'tkazilishini ta'minlash uchun pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilishingiz kerak bo'lishi mumkin. Ba'zi banklar bu ma'lumotni pensiya jamg'armasiga o'zlari avtomatik ravishda yuborishi mumkin, ammo xotirjamlik uchun o'zingiz ham tekshirib qo'yganingiz ma'qul. Qayerga borish kerak? Sizning yashash manzilingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga. Qanday hujjatlar kerak? Pasport, pensiya guvohnomasi va yangi bank kartangizning raqami yoki shartnoma nusxasi. Nima deyish kerak? Men pensiyamni yangi ochilgan bank kartamga o'tkazishni so'rayman deb ariza yozing. Sizga blanka beriladi. Uni to'ldirib, o'z imzongiz bilan tasdiqlashingiz kerak.
To'rt qadam jismoniy imkoniyati cheklanganlar yoki uydan chiqa olmaydiganlar uchun. Agar siz yoki yaqinlaringiz yuqorida aytilganidek bankka bora olmasa, unda quyidagi qadamlarni bajaring. Mahalla qo'mitasi yoki ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling. Ular sizga uyga pensiya yetkazib berish masalasini hal qilishda yordam berishi mumkin. Ba'zi holatlarda bu xizmatlar mahalladagi ijtimoiy xodimlar tomonidan amalga oshiriladi. Ishonchnoma rasmiylashtiring. Notarial tartibda yaqin qarindoshingiz, farzandingiz, nabirangiz nomiga pensiyani olish uchun ishonchnoma rasmiylashtiring. Ushbu ishonchnoma bilan yaqinlaringiz bankka borib, sizning nomingizdan karta ochishi va pensiyani olishni tashkil qilishi mumkin. Pensiya jamg'armasiga bevosita murojaat qiling. Holatingizni tushuntirib, uyga pensiya yetkazish imkoniyatlarini so'rang. 5 qadam o'zingizni va yaqinlaringizni firibgarlikdan himoya qiling. Bu eng muhim chora-tadbirlardan biri. Yuqorida aytganimizdek, firibgarlar bu vaziyatdan foydalanib qolishga harakat qiladi. Hech kimga karta ma'lumotlaringizni, raqam, PIN kod, TÜV, SIMS kod bermang. Noma'lum shaxslardan kelgan yordam takliflariga shubha bilan qarang. Bank xodimlari sizning uyingizga borib, karta ma'lumotlarini so'ramaydi. Agar shubhali qo'ng'iroq yoki xabar kelsa, darhol bankning ishonch telefoniga yoki pensiya jamg'armasiga qo'ng'iroq qiling. Yaqinlaringizga, ayniqsa keksa ota-onalaringizga bu haqda tushuntiring, ularni ogohlantiring. 6 qadam qulayliklarga moslashing. Yangi tizimga moslashish biroz vaqt talab qilishi mumkin. Mobil banking ilovalaridan foydalanishni o'rganing. Ko'pgina banklarda mobil ilovalar mavjud bo'lib, ular orqali kartangizdagi pul qoldigini tekshirishingiz, to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Agar sizga bu qiyinchilik tug'dirsa, farzandlaringiz yoki nabiralaringizdan yordam so'rang. Ular sizga telefoningizga ilova o'rnatib, undan foydalanishni o'rgatib qo'yishi mumkin. Bankomatlardan foydalanishni o'rganing. Bankomatda qanday pul yechib olish, qanday qilib balansni tekshirishni 1-2 marta bank xodimi yoki yaqinlaringiz bilan birga amalda o'rganib oling. Ushbu amaliy maslahatlarga amal qilib, siz bir maydan boshlab pensiya olishdagi yangi tartibga osonlik bilan moslasha olasiz va kutilmagan muammolardan qochasiz. Esingizda bo'lsin, bu o'zgarishlar hayotimizni yanada qulay va shaffof qilishga qaratilgan, ammo unga moslashish uchun bizdan ham ma'lum bir harakat talab etiladi. Xulosa va yakuniy chorlov. Qadrli do'stlar, bugun biz bir maydan kuchga kirgan pensiya to'lovlaridagi yangi tartib haqida batafsil gaplashdik. Tushundingizki, bu juda muhim o'zgarish bo'lib, naqd pulda pensiya olib kelgan ko'plab insonlarning odatiy tartibini o'zgartiradi. Endilikda pensiyalar asosan bank kartalariga o'tkaziladi. Bu tizim zamonaviy, qulay va shaffof bo'lishiga qaramay, unga moslashish uchun ma'lum bir harakatlar talab etiladi. Biz bu videoda avval qanday bo'lganini, nima o'zgarganini, kimlar uchun bu muhimligini, kimlar uchun esa xavotirlanishga hojat yo'qligini batafsil tushuntirdik. Shuningdek, istisnolar, kutilmagan qiyinchiliklar, firibgarlik xavflari va noaniq jihatlarni ham ko'rib chiqdik. Eng muhimi, biz sizga aniq amaliy maslahatlar berdik. Bank kartasi ochish, pensiya jamg'armasiga murojaat qilish, firibgarlikdan saqlanish va yangi tizimga moslashish bo'yicha qadam-ba-qadam ko'rsatmalar. Yodingizda tuting, o'zgarishlardan xabardor bo'lish va o'z vaqtida chora ko'rish sizni ko'plab muammolardan himoya qiladi. Agar siz yoki yaqinlaringiz bu yangiliklardan xabardor bo'lmasa, ularga bu videoni yuboring, tushuntirishga yordam bering. Ayniqsa keksa yoshdagilarga yordamingiz juda muhim. Umid qilamanki, bugungi video siz uchun juda foydali bo'ldi. Sizning fikringiz biz uchun muhim. Ushbu o'zgarishlar haqida sizning shaxsiy tajribangiz qanday? Qanday qiyinchiliklarga duch keldingiz yoki qanday yechimlar topdingiz? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Biz ularni albatta o'qiymiz va e'tiborga olamiz. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga ko'proq foydali ma'lumotlar bilan bo'lishimizga yordam beradi. Keyingi videolarimizda uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.